Ko'p kanallar bor logistikada xodim topish uchun. Sizni kompaniyangizga dispatcher kerak yoki updater kerak, kanalga post qilasiz. We are hiring dispatchers, we are hiring updaters deb post qilasiz. Lekin bu narsaning boshqa usuli bor, ya'ni effektivroq usul bor. Target orqali topasiz. Tracking business xullas muammolarga boy. Misol uchun surprizelarga boy. Assalomu alaykum. Ismim Ibrohim. Shu 3 yildan oshiq marketing sohasidaman. Asosiy ishimiz shu logistika kompaniyalarga marketing servis xizmat ko'rsatamiz. Ya'ni kompaniyalarda brendini qurib, o'sha brendidan foydalangan holda kompaniyaga driver olib beramiz. Sales tomonidan oladigan bo'lsak ham, misol uchun odamlar 3 ta odamdan sotib oladi-da, nima yukib beradi. Shunaqa deb taqqoslasak, people buy from people they know, like and trust. Sizga yoqtirish uchun, bilish uchun, ishonish uchun siz unga doказательство berishingiz kerak. Butun men mana shu ishlayman. Mana kompaniyam bor. Mana bunaqa yuklab bo'lyapti. Ofisim aytdi, ko'rsang bo'ladi, kelsang bo'ladi. O'zing gaplashsang bo'ladi driverlar bilan. Shunaqa narsa bo'lsa, hozir uje trafik ko'proq bo'ladi. Chunki hozir odamlarda aytganingizni hech kim hech narsaga ishonmaydi. Misol uchun 10 ta kol kelsa, 8 tasi fraud bo'lishi mumkin. Agar bu yerda sizni cheksa, o'sha veb-saytingizni ko'rsa, o'sha SMM, o'sha social profilingizni ko'rsa, driverlar misol uchun intervyu berayotganini ko'rsa, bu narsa o'sha unga motivatsiya bo'ladi-ku. O'zi ofisiga o'zi xohlab keladi. Noldan misol uchun ko'targanmiz, driverlar olib kelganmiz, keyin o'tirganmiz. Ancha profitli bo'lgan, 100 ming, 200 minglar profitli bo'lgan. Lekin biz o'zimiz urishimizni ololmay qolgan joylarimiz ham bo'lgan. Boshida nima ishlaganman, chunki target audience sifatida kelganman. Hozir ham misol uchun poni targetlarga, kreativlarga, keyin AI, SMSlarga hammasiga o'zim qarayman. Noldan 30 taga, 70 taga chiqqandan keyin pul ko'p bo'ladi. U pulni money management yo'q ko'pchiligida. Kompaniyani nomini eshitganingizda sразу aytasiz, "Da, u kompaniyani bilaman, chunki men o'sha Instagram, Facebookda pejlarini deylik yoki veb-saytini ko'rganman" deb bemalol aytasiz. O'sha kompaniyani ko'tarish uchun ketkizgan kuchimiz biz orqaga qaytara olmaganimiz uchun ba'zi komandadagi bolalarni yo'qotdik. O'zimizni komandamizni fail ham qilib qo'ygan situatsiyalarimiz bo'ldi. 2 yil, 3 yil oldinga qaytadigan bo'lsak, bu metod, ya'ni bu metodsiz ham kompaniyalar o'sgan. Faqat driverlar uchun emas, bu yuk olishda ham kompaniyaga yordam beradi. Chunki broker yuk berayotganda birinchi o'rinda hozir, misol uchun veb-sayt yozsa, misol uchun faloncha kompaniya deb yozsa, hatto Instagramdan veb-sayt chiqsa, ehtimolli oshadi. Bu narsa keyin lane olishda ham sal podдержка qilish mumkin. Hiring kriteriyani, talablarni odam o'zini xohishi bilan emas, marketing sistema ozgina analiz qilish kerak marketda, statistikani ko'rish kerak, tendensiya nima bo'lyapti, qayerga ketyapti. Hozir nimadir brendingiz, ya'ni nimadir servisingiz bormi, kompaniyangiz bormi, birinchi o'rinda siz brend qurishingiz kerak. Shtobi qolganlardan ajralib turishingiz uchun. Matematikaga o'xshagan narsa bo'lsa, bo'yish bu narsani AI qila oladi. 100% qila oladi. Lekin dispatcherni o'ylab ko'rsak bo'ladi, lekin updaterni 100% egalla oladi o'rnini. Chunki ishi 100% aniq. Ko'cha bilan ishlash kerak. Faqat Amazon bilan ishlab dependent bo'lib qolish nito narsa. Leonderlar o'zi driver bo'lgan, yo'q qaysidir boshqa sohada ishlagan, keyin logistikaga kirgan. Faqat trak haydash tushunadi, lekin bu yoqdagi safety joyini, accounting, in detail narsalarni, dispatch brokerlarni gaplash, negotiate qilib yuk olishni, safety scorelarni, tiketlar bilan fight qilib, lawyerlar topib, ular bilan ishlashni tushunmasligi sababli ham servisdan ishlatadi. Bu o'sha lack of knowledge dan kelib chiqsa bo'ladi. Hybro Builders ko'rsatuvimizni keyingi soniga hamma xush kelibdi. Bolalar sizlarni ham bu yerda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bolasi bugun really educational, productive suhbat bo'ladi deb o'ylayman. Boshqa tracker kompaniyalarga ham, ownerlarga yoki boshqa department employeelarga yoki logistikaga endi kirmoqchi bo'lgan kandidatlarga, kadrlarga, yosh avlodga, kelajak avlodga ham ancha foydasi tegishi mumkin. Именно misol uchun tracking industriyadagi ko'pchilik yaxshi tushunmaydigan, lead nimaligini bilmaydigan ownerlarga yoki jamiki odamlar uchun biz o'sha lead nima o'zi, marketing nima, SMM nima, o'sha full hali kompaniyalar hech kim implement qilmaydigan, lekin eng katta kompaniyalar maksimum shunga fokus qaratadigan
marketing department haqida gaplashamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, barcha katta kompaniyalar, ya'ni 50 ta, 100 ta, 200 ta, 1000 ta, 8000 ta trakli kompaniyalarning hammasi marketingga katta fokus qaratgan. Shuning uchun ham ular kengayib, tezroq o'sib boryapti. Endi bu o'sish bo'yicha step by step qanaqa bo'ladi? Umumiy bo'lim qanaqa kadrlardan iborat, nima pozitsiyalar bor, ular bo'yicha shu Ibrohim va Mike tushuntirib, yoritib berishadi. To'g'ri gaplashamiz hali. To'g'ri gaplashamiz bugun suhbatda. Bundan tashqari umumiy ko'p kompaniyalar qilayotgan xatolar, misol uchun logically bir-biriga to'g'ri kelmayotgan biror hiring kriteriyalar, dispatch tomonlama gaplashsak bo'ladi. Dispatch tomonlama, misol uchun ularning expectationlari, birorlarning yurg'izishlari, safety tomonlama, accounting gaplashamiz. O'sha caselar bo'yicha sekin borib situatsiyaga qarab gapiramiz. Birinchi o'zimni tanishtirsam, you can start like Ibrohim. Shu bolalar 3 yildan beri bu marketingda, logistikada men o'zim 5-6 yil bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Ismim Ibrohim. Shu 3 yildan oshiq marketing sohasidaman. Asosiy ishimiz shu logistika kompaniyalarga marketing servis xizmat ko'rsatamiz. Ya'ni kompaniyalarda brendini qurib, o'sha brendidan foydalangan holda kompaniyaga driver olib beramiz. Meni ismim Mike. 3 yil oldin Hyper Solutionsga qo'shilgan edim. To'g'risi boshida remote ishlaganman, chunki targetolog sifatida kelganman. Hozir ham misol uchun polni targetlarga, kreativlarga, keyin AI, SMSlarga hammasiga o'zim qarayman. Bular qanaqa ishlashi, qanaqa foyda olib keladi, qaysi kompaniyaga try qildik, qanaqa rezultatlar bo'ldi, hammasini bugun batafsil gaplashamiz. Xudo xolisa. Mike o'zi umumiy 3 yildan beri marketing sohasida Hyper Solution, yani bizning komandaga kelganiga 1 yil bo'ldi. Hozir Mike digital marketing tomoni, ya'ni ads, switching on ads, generating leads, analyzing target audience, building target buyer persona, etc. Shu tomonlarga qaraydi. Undan tashqari salesda ham kuchli experience bor deb ayta olamiz. Shu easy, misol uchun siz nimadir produkt qiziqsangiz yoki nimadir produkt so'rasangiz, Mike'dan o'sha narsani bemalol sizga sotib bera olish qobiliyatlari bor. O'zi Westda scholarship, 100% scholarshipda o'qiydi. Top O'zbekiston nomer 1 universitetlarida scholarship student is Mike. Welcome to Top G team. Appreciate that, brother. Welcome to Hyper Builders. Umumiy gapirib bera olasizmi? Nima o'zi servis qilamiz o'zi? Nima qilamiz biz o'zi? Hozir umumiy nima servis? Marketing servis, accounting, safety servislarni ko'rsatamiz kompaniyalarga. Hop. Endi tracking business xullas muammolarga boy. Misol uchun surprizelarga boy soha bo'lgani uchun biz ham o'sha sohaga moslashib, maksimal hamma departamentlarni o'rganib, hammasida kerak bo'lsa ishlab chiqib, ishlab o'rganib qilganmiz servislarni. Undan tashqari o'zi shu kungacha ba'zi 3-4 ta kattaroq kompaniyalarda ishlaganman. 2-3 ta kompaniyalarni noldan, misol uchun zero MC dan 30 ta 70 ta trakkacha olib chiqib ko'targanmiz. O'sha experience bor bu bo'yicha ham. Juda ham qiyin bu kompaniyalarni ko'tarish. Undan ham qiyin narsa ownerlarga, chunki noldan 30 taga 70 taga chiqqandan keyin pul ko'p bo'ladi. U pulni money management yo'q ko'pchiligida. O'sha money management owner, kompaniya owneri o'z ustida ishlamagan yoki mana shu calculation bo'yicha olgan shug'ullanmagan yoki qanaqadir xatolari bilan boshqalarga zulm qilib qo'yadi o'zi bilmagan holatda. Bunaqa keyslar ham bo'lgan. Keyslar ko'p bo'lgan, oddiy bo'lgan emas. O'zim
misol uchun shunaqa keyslarni qurbonidan bo'lganman. Noldan misol uchun ko'targanmiz, birarlar olib kelganmiz, kengaytirganmiz. Ancha profitli bo'lgan, 100 ming, 200 minglab profitli bo'lgan. Lekin biz o'zimiz ulushimizni ololmay qolgan joylarimiz ham bo'lgan. Bu birinchi o'rinda shu shaytonni ishiga o'xshaydi. Misol uchun owneri nima qilasan, chopor degan shayton o'ng tomonda turib, chap tomonda turibmi? Owner uni nimasiga gapi ergashib shunaqa ish qilingan. Bunaqa keyslar bitta emas. Bunaqa keyslar bitta emas, lekin bizga boshqa tomondan 5 barobar, 10 barobar qaytib keldi pullarimiz. Misol uchun o'zim pullarim qolib ketdi, boshqa bo'ldi. Mehnat qildik, lekin Alloh boshqa tomondan berdi. Lekin u owner misol uchun 70 ta, 60 ta traki bordi. Lekin oilasi tinch emas. O'shaning uchun o'ylab ish qilish kerak. Misol uchun nimadir qilishdan o'ylab ish qilish kerak. O'sha sababdan bizga o'sha partnership, mana MC'ni ko'tarib beringlar, boshqa full management qarab beringlar degan offerlarni qilmayapmiz. Faqatgina o'sha servis, safety accounting, dispatch, only service based ko'proq kompaniyalar bilan ishlaymiz. Chunki bitta kompaniya bilan dedicated ishlaganimiz bizni o'sha kompaniyani ko'tarish uchun ketkizgan kuchimiz biz orqaga qaytara olmaganimiz uchun ba'zi komandadagi bolalarni yo'qotdik. O'zimizni komandamizni fail ham qilib qo'ygan situatsiyalarimiz bo'ldi. Bitta kompaniyani ko'taramiz deb o'zimiz cho'kdik. Ular ko'tarilib ketdi, biz o'zimiz cho'ktirib qo'yishdi. Bu ham bir test and experience. O'shaning uchun faqat service based qilib, only o'sha logistika trackingda nima servis bo'lsa, shunaqa servis qilishi yo'lidan ketdik. Endi hammasi yaxshilikka. Bir marta kuydingiz, endi ikkinchi marta o'ylab ish qilinadi endi bu yog'iga. Zo'r. Endi marketing bo'yicha biz qanaqa marketing bo'yicha Ibrohim bilan Mike ko'proq ma'lumot beradi bugun. Asosan marketing bo'yicha gapirishamiz. Shu marketing nima? Boshlovchilar bemalol. Hozirgi paytda biz o'zi shu logistika kompaniyalar bilan ishlaymiz, faqat bitta nishadamiz. Bizning ishimiz shu brend qurish. Brend qurish deganda, demak, kompaniyani nomini eshitganingizda sразу aytasiz, "Da, u kompaniyani bilaman, chunki men o'sha Instagram, Facebookda pejlarini deylik yoki veb-saytini ko'rganman" deb bemalol aytasiz. Biz shunaqa ish bilan shug'ullanamiz, ya'ni kompaniyani veb-sayt deymizmi yoki Instagram, Facebook, ya'ni SMM deymizmi hozirgi tilda aytadigan bo'lsak, shu narsani qurish bilan shug'ullanamiz. Plus target bilan shug'ullanamiz. O'zingiz targetologsiz. Ya'ni target bo'yicha ham gapirib bersangiz bo'ladi. Ya'ni qanday qilib biz to'g'ri auditoriyaga target yoqishimiz, keyin qanday to'g'ri auditoriyani biz tanlashimiz. Ya'ni chunki bizni auditoriyamiz, ya'ni tracking bo'lyaptimi? Uni og'rig'i nima? Driver bo'lyapti. Qanday qilib biz to'g'ri driverga chiqish, ya'ni biz yoqqan reklamamiz driverga ko'rinishi kerak. Shuni qanaqa sistemada ishlaymiz, ya'ni qanday yoqamiz? Shu narsani gapirib bersangiz bo'ladi. Keyin SMS marketing dedingiz. Bu narsa ham qiziq, misol uchun bolalarga. Yangi narsa-da. Endi o'shani sodda dehqoncha tilda tushuntirish kerak. Chunki ba'zi ownerlar o'z driver bo'lgan yoki o'zimiz O'zbekistonda viloyatlardan boshqa bo'lib Amerikaga ketib o'zimizga o'xshagan jaydari tilda tushuntirish kerak bo'ladi. Misol uchun lead nima, target nima uchun kerak, nimaga ularni o'sha eng katta kompaniyalar shu kengayish uchun, katta bo'lish uchun nimaga o'sha metodda ishlatishgan. Oldin o'zi qanaqa deb atalgan bu metod. Hozirgi kunda mana AI lar chiqib ketdi, zamonlar tezlashib ketyapti. Kompaniyasi kichkina bo'lib qolishining asosiy sababi nimada o'sha kompaniyalarni deb o'shalarni tushuntirish kerak. Mana lead shu mavzu ochildi. Shu narsani aytsak bo'ladi. O'zi lead nima? Biz lead o'zi asosan Facebook, Instagramdan olamiz. Lead bu truck driverda infolar. Shunaqa. Ya'ni deylik, nima infosi? Ya'ni full name, phone numberi, deylik, tracker modeli yoki emaili. Ya'ni recruiter kompaniyaga
driverni olib kelish uchun nima kerak? Fon nomer kerakmi, email kerakmi, ismi kerakmi, plus tracking model. Ya'ni kerak bo'ladigan ma'lumotlarni biz lead qilib unga tashlab beramiz, ya'ni olib beramiz Facebookdan. Bu narsa lead. Ya'ni bu hozir shu narsa ishlayapti. Hozir shu metod zo'r. Lekin biz 2 yil, 3 yil oldinga qaytadigan bo'lsak, bu metod, ya'ni bu metodsiz ham kompaniyalar o'sgan. Ya'ni shunaqa kompaniyalar bor, даже umuman brendi ham yo'q, lead umuman Facebook bilan Instagram bilan umuman ishlamagan, websayt ham yo'q, aytsa bilmaysiz. Lekin siz tagini surishtiradigan bo'lsangiz 300 ta trak, 500 ta trak. Lekin brendi yo'q. Shunaqa kompaniyalar bilan biz ham yaqinda ish boshladik, to'g'risi. Deylik, so'radik, nechta trak? Okay, 200 ta trak, 300 ta trak. Okay, SMM qilganmisizlar? Yo'q, biz umuman SMM qilmaganmiz shu paytgacha. Okay, kompaniyada rekruter bormi? deb so'rayapman. Yo'q, kompaniyada rekruter yo'q. Bu shu paket ishlatmaganmiz. Qanaqa salary bersak bo'ladi deyapti. Mendan so'rayapti. Lekin 300 ta trakli kompaniya. Normalniy capacity. Normalniy оборот aylanadi kompaniyada. Keyin so'radim, "Okey, sizlar shu paket ishlatmagan bo'lsanglar, qanaqa qilib ko'tarilgansizlar?" Keyin fonli shu paketda referral bo'lgan, hamma driverlar через kelgan. Shunaqa. Okey, referral bilan oldin ko'tarilsa bo'lardi. Zo'r ko'tarilgan kompaniyalar vaqtida, hozirgi katta kompaniyalar shunaqa referral bilan ko'tarilgan. Lekin referralni ko'tarish uchun sizda birinchi o'rinda servis zo'r bo'lishi kerak. Ya'ni har bitta driveringizga alohidadan dispetcher assign qilib, updater assign qilib, grossini joyida qo'yib qo'yishingiz kerak bo'lgan. Grossdan rezultat bo'lishi kerak bo'lgan. Da, ya'ni at least deylik, garant beryaptimi? Kompaniya 8000 garant beraman, RPM shunaqa chiqadi, zo'r qilib beraman grossini, o'rtag'ini olib kelasan. Bizani bemalol refer qilasan degan deal qilgan. Bo'ldi degan, har bitta driverni grossini joyiga qo'yib qo'ygan, har bitta driver 2 ta, 3 tadan o'rtog'ini olib kelgan kompaniyaga. Shunaqa qilib kompaniya 1 yilda, 2 yilda katta kompaniya bo'lib ketgan. Umuman brendsiz, websaytsiz, hech qanaqa promotionsiz. Bu metod oldin ishlagan. Ya'ni oldin deganimda bu 2 yil, 3 yil oldingi gap. Lekin hozir referralsiz ko'tarish, ya'ni referral bilan ko'tarish qiyinroq. Siz ehtimollik pasaygan, siz to'g'ri bo'ladi. Pasaygan. Nimaga? Chunki hozir kompaniyalardan, ya'ni traklardan ko'ra kompaniyalar ko'p. Ya'ni driverga option ko'p ishlash uchun. Har bitta kompaniya o'zining offerini aytib chiqyapti. Masalan, men 8000 qilib beraman, men 9000 qilib beraman, men RPM zo'r qilib beraman. Bizda sign-on bonus bor, misol uchun. Bizda bunaqa opportunitylar bor, bizda dispetcherimiz zo'r. Senga shunaqa sharoit qilib beramiz deb, ya'ni уже driver tanlaydigan 6% dispetcherlar chiqib ketdi. 6%, 8% вообще bozor tushib ketyapti. O'zi factoring 1.5-2% bo'lsa, u figa beradi, factoringga beradi, qolmaydi. Bozorni tushirib tashlashyapti. Shunaqa holatga kelgani uchun truck driver ichidan talab bo'ladigan holatga keldik, ya'ni pozitionga keldik. Ichidan talab olish uchun uni o'zini brendi bo'lishi kerak hozir. Ajralib turish kerak. Deylik, 3 ta kompaniya chiqyapti, uchalasining offeri zo'r, bir xil. Deylik, hammasi yaxshi gross qilib beraman, senga yaxshi pul qilib beraman senga deyapti. Lekin ichidan 3 tasini ichidan qaysi birini tanlaydi? Yaxshi brendi bor, o'zini misol uchun ishonchli, o'zini prooflari bor, testimonialari bor, Instagram, Facebooklarini daily yuritib boradi, vebsaytlari bor, kirib bemalol informatsiya olsangiz bo'ladi. Bu ishonchli kompaniya. Ko'rasizda, bo'lman, shunda ishlamoqchiman deb bemalol ayta olasiz ishonch bilan. O'shaning uchun men o'ylayman, hozir SMM marketing bu o'ylab o'tiradigan narsa emas, o'sha must-have'ga aylanib bo'ldi. Tracking auditoriyasida siz kompaniyangizni o'stirmoqchimisiz? Deylik, hozir nechta track deylik, misol uchun, boshlang'ich deylik 40 ta 50 ta track bor. Siz uni 500 taga olmoqchisiz. Bu periodga, ya'ni bunaqa levelga chiqish uchun sizda обязательно уже marketing department bo'lishi kerak. Ya'ni o'zingizni brendingiz marketda bo'lishi kerak. Deylik, search qilsa, bemalol sizni brendingiz chiqishi kerak. Googledan, sizni vebsaytingiz, sizni kompaniyangizning locationlari, Instagram profillaringiz, Facebook profillaringiz, kerak bo'lsa boshqa platformalarda ham bo'lishi kerak. Shunaqa. Ya'ni tezroq ko'tarilasiz. Endi bu faqat driverlar uchun emas, bu yuk olishda ham kompaniyaga yordam beradi. Chunki broker yuk berayotganda birinchi o'rinda hozir, misol uchun vebsayt yozsa,
Shuning uchun faloncha kompaniya deb yozsa, hatto Instagramdan veb-sayt chiqsa, ehtimolli oshadi. Bu narsa keyin lane ostida ham sal podдержка qilish mumkin. Misol uchun yuklanmoqchi bo'lsangiz ham, ya'ni qanaqa kompaniyasan deydi. Ya'ni Instagram, Facebook'larning veb-saytlaring bormi deydi. Ya'ni o'sha narsani ham chek qiladi brokerlar ham. Ya'ni o'sha brokerlar bilan setup qilishga ham даже bu narsa yordam beradi. Kerak bo'lsa. Chunki hozirgi kunda fraudlar juda ham ko'payib ketgan. Misol uchun har bitta kompaniyaga kerak bo'lsa daily, weekly attakalar kelyapti skammerlardan. Emailini hack qilmoqchi bo'lishadi yo rostdan ham hack qiladi emailini ba'zi kompaniyalarni qilganlar ko'p. Bilganlarimiz ko'p, endi bilmaganlarimiz undan 10 barobar 10x. Hakerlar, skammerlar emailini hack qilib, olingan yuklarini, POD'larini o'chirib tashlab, rentkonlarni o'chirib tashlab yoki boshqa yuklar olib, yuklar stolen bo'lib, ular bunaqa keyslar juda ham ko'p. O'shaning uchun ham brokerlar hozir vashi qo'rqib qolgan yukini berayotganda qaysidir kompaniya oldin MC check qilib, okay, good to go berildi. Hozir полностью veb-sayti Google'dan ham reviewlarni kerak bo'lsa check qilyapti. Safety score'ni qarayapti. Safemi, normalmi MC'da. Can I rely my load to this company? Or no? Kerak bo'lsa cargo coverage'larni ko'ryapti. Skamlar juda ham ko'p. 100 ming, 250 mingmi, 500 mingmi, shunga qarab ham yuk berish boshlagan brokerlar. Undan tashqari o'sha veb-sayt, social mediani ham ko'rib, qarab, ana ofisda ishlar bo'lyaptimi, boshqa bo'lyapti, kontentlar olinyaptimi, okay. Okay, you can take the boat. Shuning uchun ishonchni olishga harakat qilish kerak, chunki o'sha ishonch so'nib boryapti. Oldin oddiygina suhbat bilan lafz orqali ishonib ketilaverardi. Hozir qanaqadir provlasiz yo nimadir isbot bo'lmasa ishonish qiyin bo'lib qolgan. Brokerlarga ham, hayotda odamlarga ham. Shuning uchun ham biz maslahat beramiz. Ishonchni oshirish uchun, realsiz kompaniyangiz borligini bildirish uchun kerak bo'lsa mana Rider, Penske yoki Truck Rental'lar bilan deal qilish uchun ham misol onlayn emailda deal qilib bo'lmaydi. Seriozli deal qilib bo'lmaydi. Deal qilsangiz bo'ladi, juda ham qimmat. Arzon, cost effective, normalniy, seriozniy deallar ularni ofisida bo'ladi yoki siz ularni ofisingizga olib kelib, chaqirtirib, tipa realniy mana ofisim bor, yardim bor deb tushuntirib, proof kerak-da. Proof bilan deal qilmasangiz, o'sha Rider, Penske yoki boshqa dealershiplar trackini sotmayapti ham, bermayapti ham dazi. Rentalga demoqchiman. O'zi Jordan Belfort sales tomonidan oladigan bo'lsa ham, misol uchun odamlar 3 ta odamdan sotib oladi-da, nima yuk beradi. Shunaqa deb taqqoslasak, people buy from people they know, like and trust. Sizga yoqtirish uchun, bilish uchun, ishonish uchun siz unga doказательство berishingiz kerak. Butun men mana shu ishlayman, mana kompaniyam bor, mana bunaqa yuklar bo'lyapti, ofisim aytdi, ko'rsang bo'ladi, kelsang bo'ladi, o'zing gaplashsang bo'ladi driverlar bilan. Shunaqa narsa bo'lsa, hozir уже transport ko'proq bo'ladi. Chunki hozir odamlarda aytganingizni hech kim hech narsaga ishonmaydi. Misol uchun 10 ta kol kelsa, 8 tasi fraud bo'lishi mumkin. Agar bu yerda sizni check qilsa, o'sha veb-saytingizni ko'rsa, o'sha SMM, o'sha social profilingizni ko'rsa, driverlar misol uchun intervyu berayotganini ko'rsa, bu narsa o'sha unga motivatsiya bo'ladi-ku. O'zi ofisiga o'zi xohlab keladi. Ishlamoqchiman, nima bo'ldi deydi. Da, to'g'ri. Shuning uchun ham kompaniya profillarni yuritayotganda ham ko'proq testimoniyalar qo'yish kerak. Ya'ni mana bizning driverimiz mana shu hafta shuncha gruz qildi, ko'rsanglar bo'ladi. Keyin o'sha driverdan ham intervyu olib, masalan, men shu kompaniyada ishladim, shuncha gruz qildim, rahmat kompaniyaga. Agar sen ham yaxshi kompaniya qidirmoqchi bo'lsang, men shu kompaniyani senga refer qilaman, tavsiya qilaman deb o'sha narsani deb Instagram profillarda, Facebooklarda promot qilinsa, bu ancha yordam beradi. Ya'ni o'sha trustga, deylik, kompaniya oqtarib yurgan bo'lsa, page-ni check qiladi, testimoniyalar bor ekan, ofislari bor ekan, dispetcher ishlayotgan jarayonlar qo'yilgan, bo'ldi, ishonsam bo'ladi deb, o'sha qanchadir foiz, ya'ni conversion rate oshadi. Shunaqa. Endi SMM tushunchasi hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, o'sha endi targetingga keladigan bo'lsak, targeting degani o'sha aytgan tushuntirgan leadingizni, ya'ni o'sha driverni, infolarni nima, o'sha nomer, emaillarni olib kelib beradigan narsa targeting deyiladi. Targetingda ishlash uchun siz to'g'ri o'sha kreativingizni, o'sha ideyangizni to'g'ri aytgan, siz offeringizni, siz nimadir borligini
to'g'ri auditoriyaga to'g'ri vaqt yetkazib berish. Ya'ni Bu narsa targeting deyiladi. auditoriya deganda shu truck driverlar auditoriyasi. Ya'ni bu yerda logistikada bo'lgani uchun truck driverlar auditoriyasiga biz yetkazib beramiz. Zo'r. O'sha narsa targeting deyiladi. Endi joylarda aytadigan bo'lsak. Da. Ha, misol uchun bitta kompaniya o'zini boshqalarga tanitish kerak, kimligini. Uni qanday tanitadi? Baqirib tanitadi. Men bu yerdaman deb baqiradi, eshitganlar keladi. Shunaqa. O'sha kim ekan deb keladi. target qolganda kompaniyani o'sha kompaniyani baqirib qichqirib, O'sha targeting deyiladi. targeting deyiladi. target bilan qichqirtiramiz kompaniyani. Driverlar eshitib keladi, kelgani ishni boshlaydi. Demak, o'sha jamoa kengaydi. Kompaniya kengayib ketaveradi. O'sha shunaqa. Shuning uchun siz ham o'zingizni kompaniyangizga qichqiriq departamentini qo'ymasangiz, kengaymaydi. Yangi term logistika. Qichqiriq department. Yes. Marketing. VS marketing. Ya'ni oddiy misol qilsam bo'ladi. Ya'ni kompaniya ochdingiz, siz ichki sistemangiz zo'r. Deylik, sizni 5 ta dispetcher olib qo'ygansiz, updaterlaringiz bor, grossiz zo'r qilib berasiz-da, lekin driveringiz yo'q. Hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi. Ya'ni siz bitta burchakda prosta qolib ketgansiz, bo'ldi. Hech kim siz haqingizda bilmaydi. Shunaqa. Siz o'zingizni promot qilishingiz kerak, что men zo'rman, men eng gross qilib bera olaman, ya'ni 7000, 8000 bemalol qilib bera olaman deydigan offer bilan chiqishingiz kerak. Chiqmaydigan bo'lsangiz, siz kim biladi? USdagi odamlar shu siz bu yerda O'zbekistonda yoki USda o'tirib yaxshi ishlayotganingizni, yaxshi xodimlar ishlatayotganingizni, yaxshi menejerlaringiz borligini qayerdan biladi? Buning uchun sizga qichqiriq departament kerak. Ya'ni o'sha kompaniyangizni promot qilishingiz kerak. O'sha target orqali bo'ladimi, marketing orqali bo'ladimi? Ya'ni siz o'sha tanishishingiz kerak bo'ladi kompaniya. Shu offeringizni odamlarga yetkazib berish. Eng zo'rligingizni hech kimga aytmasangiz, hech kim bilmaydi. O'zi qilib kelmaydi, chunki offer ko'p. Shunaqa. Chalkash bo'lib ketadi. Lekin mana veb-saytga keladigan bo'lsak, veb-saytdan ham biza conversion qilganmiz. Ya'ni qanaqa bo'lgan sistema, veb-sayt qilinib, uni Google Ads'dan yoqqanmiz. Ya'ni deylik, kompaniyaning veb-sayti bor, kirsangiz full informatsiyalar bor, kompaniya qayerda qayerda joylashgan, dispetcherlar, ofislar, full informatsiya bor. U yerda forma qoldirganmiz biz. Ya'ni formadan driverlar kirib, o'zining informatsiyasini qoldirib apply qilsa bo'ladi. Ya'ni uni strategiya bilan qurilgan veb-saytini o'zi oxirida o'sha formasi bor. Kompaniya bilan to'liq tanishib chiqqandan keyin formani qoldiradi. U forma avtomatik rekruterga kelib tushadi. Rekruter telefon qiladi. Shunaqa veb-saytimizdan bizni kompaniyamizga qiziqqan ekansan, forma qoldirgan ekansan, qanaqa tajribang bor va biz bilan ishlaydi, offer bilan chiqadi. Xuddi shunaqa qilib veb-saytga ham reklama yoqsa bo'ladi. Faqat pejga emas. Veb-saytga ham yoqsa bo'ladi. Endi bundan yaxshi rezultat olganmiz biz. Endi bu обычный veb-sayt bo'lmaydi, oddiy veb-sayt bo'lmaydi. Sales, misol uchun taktikasida qurilgan veb-sayt bo'ladi. O'sha driverga kerak bo'ladigan infolar bor. Driver push qiladi, что bu application to'ldirib, kelguncha bizga. To'g'ri, shunaqa. To'g'ri. Lekin shunaqa kompaniyalar bor, menga faqat yosh driverlar kerak deydi. Shunaqa paytda biz ko'proq TikTok ishlatamiz. Nimaga? Chunki ko'p yosh driverlar bizda hozir TikTokda USda o'tirishadi. Hozir Instagram, Facebookda ko'proq yosh katta driverlar bo'lib ketgan. Shuning uchun bizda so'raymiz, senga qanaqa driverlar kerak? Yoshliging qanaqa kompaniyangda? Agar yosh bo'lgan bo'lsa, okey, men senga TikTok offer qilaman. Nimaga? Chunki yosh auditoriya bizda TikTokda. Keyin biz TikTokga target yoqamiz, o'zini kompaniya profillarini o'sha TikTokda yuritishni boshlaymiz. Keyin o'sha yangi auditoriyaga biz promot qilamiz, чтобы yosh auditoriyani olish uchun. Shunaqa qilib proses ketma-ketligi target yoqamiz TikTokga, bizga applicationlar tushadi. Rekruter telefon qilib, TikTokdan application qilgan ekan, davay biz bilan ishla. Chunki Facebook old school odamlarga ko'pincha o'sha TikTokda yosh ishlatadi. Old schoolga emas. O'zida qilsa bo'ladi. Qilib aytganda, endi Facebook ham yaqin 2013-yil ochilgan narsa. Old school deyishimiz sababi chunki driverlar o'zi rostdan ham old school. Statistikaga ko'ra men yaqinda research qildim. Sababi aytyapman, research qildim. Average truck driverlar Amerikada 47 yosh ekan. Bu degani bu logично shunaqa. Yoshlar endi
boshqa joylarda ofislarda ishlaydi, yo McDonald'sda, fast foodlarda boshqa joylarda ishlaydi. Truck driverga kim chiqadi? O'sha pensiyaga chiqqan yoki bo'ldi ishidan qilib bo'lgan yo bekorchilikdan просто travel uchun zerikkanidan ba'zilar ko'pchilik shunaqa deb chiqadi deb o'ylayman. Shuning uchun ham statistikani mana Google'da search qilsanglar, statistics what's the average age for truck drivers in US desanglar, o'sha 47 yosh ko'rsatadi. U o'sha umumiy mana TikTokda ham endi yoshlar ko'p. Yoshlari bor, lekin but still qarilar ham bor-da. Qarilar chunki umumiy truck driverlar auditoriyasi o'zi yosh kattalar auditoriyasi, 40 pluslar auditoriyasi. O'shanga bu statistikani o'zgartirib bo'lmaydi. Shunaqa. Shu oxirgi payt biz ham marketing, ham targeting offer qilyapmiz kompaniyalarga. Lekin уже hozir yaqinda SMS bilan marketing department qo'shdik, ya'ni marketing qo'shdik. Shu haqida ham gapirib bersangiz bo'ladi. Ya'ni qanday qilib biz o'sha eski lillardan, ya'ni deylik 2 yil, 3 yil to'planib qolgan lillarni biz ishlatib, biz conversion qilyapmiz. Ya'ni SMS va email marketing orqali. Shu narsani to'liq tushuntirib bersangiz zo'r bo'ladi. Keyin yana bir narsa aytmoqchiman. Ba'zi kompaniyalar driver hiring kriteriyaga 50 yoshdan qarisini olmaymiz. Shunaqa. Yoki 45 yoshdan qarisini olmaymiz deyishadi. Uni ham logically statistikani o'rganib, insurance requirementlarini qarab qo'yilishi kerak-da bu talablar. Statistikada 47 yosh tursa, endi 50 yoshgacha olaman deyish sal logik sal xato. Statistikaga qarshi chiqish degani business fail bo'ladi. Siz oqimga qarshi yurganingizdan keyin charchab cho'kib ketasiz-da. Shu biznesingizni cho'ktirib qo'ymang. Hattoki 55-60 yoshgacha qilish kerak-da. Hiring kriteriyani. Based on statistics. Juda ham qiziqarli info. Endi hiring davom ettirdik. Hiring bilan tugatib qo'yaylik shuni safety tomonidan ham. Logic bu, misol uchun 50 yosh limit qo'yishadi ba'zilar. It's not gonna work. Cho'kib qolasiz baribir qachondir. Agar tez kengaymoqchi bo'lsangiz, atak small kichkina kompaniya bo'lib yuraman desangiz, it's okay. O'zini xohlagan requirementni qo'yib ishlayversa bo'ladi. It still depends. Hamma kompaniyani yo hamma odamni biznes modeli har xil. Maqsadi har xil. Maqsadi har xil. Absolutni to'g'ri narsa ham yo'q, absolutni noto'g'ri narsa ham yo'q. Lekin shu logically act qilib harakat qilaverish kerak. Keyingi narsa, misol uchun endi kompaniya bilan bo'ldi case, rekruterlar 300 talab driverlar tashiydi, boshqa qiladi, CDL'larni tashishadi, lekin monthly 7-8 driver hire bo'ladi out of 300 drivers. Bunda nima qiziqqanlar, to'g'rimi? Bo'ldi, CDL'ni tashab ishga kiraman, ready to work degan driverlardan 300 tadan 7 ta hire bo'lgan. Bunda nima case, nima muammo bo'lgan? Bu yerda dispatcher 900 mile yoki 1000 mile yurishini xohlayapti driverni. Ya'ni 18 soatdan plus ko'proq yurish xohlayapti-da daily. Bitta safety bor. Bu yerda safety clean background bo'lishini xohlayapti driverni. Endi logically aytganda 18 soat yuradigan driver uyqusi kelib baribir yo'lda uyqu kelgandan keyin lane change bo'ladi, u yoqqa o'tib ketadi yoki kuniga 900,000 mile yurgandan keyin driver ko'p yuryapti-ku, to'g'rimi? Tez haydashga harakat qiladi. Unda speeding ticket bo'ladi. Bu 18 soat yuribdi. Endi Amerikada 11 soat legal yurish. 11 soatdan oshib ketsa, uni polis to'xtatsa, ELD violation beradi. U ELD violation bo'ladi bunaqa driverlarning polibomi. Polibomi o'zidan o'zi accident ham bo'ladi. Chunki 18 soat yo'lda yurgandan keyin qaysidir case'lar ko'z ketib uxlab qolib, avariya nimadirlar situatsiyalar bo'ladi. Dispatch tomon 900 mil yursin deyapti. Safety tomon clean bo'lsin deyapti. Double pressure. Bu logically safety dispatcher reject qilyapti, dispatch safety reject qilmoqchi bo'lib, oxirida hamma reject bo'lib ketyapti. 0. Shunaqa. Ya'ni rekruterning mehnati ham xuddi waste of time. Rekruterlar ham kelib ketyapti. Rekruterlar da kelib ketyapti. Bu yerda
kompaniya budjet qilib yotibdi o'sha marketingga, reklamaga, targetlarga. O'sha 300 ta driver o'zidan o'zi kelib qolmagan. Targetga monthly 15-20 ming dollar tiqilgan. 300 ta driver CDL olingan. Undan 7 ta hire. It's waste of budget. Birinchi o'rinda, keyin logically bu kompaniyani aybi desa bo'ladi menimcha. Lack of knowledge. O'sha narsani analiz qilib manimcha change qilish kerak requirementlar. Golden middle topish kerak bo'lgan situatsiyada o'sha qilinmagan. Lekin men shuni keldim, qaradim kompaniyada, aniqlab shunaqa solutionlar qildik. Bo'lsa bu yog'iga yaxshi. Уже yechim topildi. Da, yechim topildi o'sha middle line, ya'ni Zolotay seriyani topildi. Clean MVR bo'lishi emas, o'rtacha. Ya'ni speeding bo'lsa yoki HOS bo'lsa, qaysidir lehki bo'lsa, improve berilyapti o'zi. O'zi hiring 10x ga oshtirsa bo'ladi. 5x ga oshtirsa bo'ladi-da. 5 barobar yaxshilandi. 300 tadan 7 ta bo'lib shedi bu kam. Da. O'shaning uchun hiring kriteriyani, talablarni odam o'zini xohishi bilan emas, sistema ozgina analiz qilish kerak marketda, statistikani ko'rish kerak, tendensiya nima bo'lyapti, qayerga ketyapti. Mana marketingda ham hozir tendensiya. Hozir siz track kompaniya bo'lsangiz, mana shu tendensiyaga, oqimga bitta kirib olib, social media profillaringizni yuritish shunday boshlab olsangiz, уже keyingi yil ko'rasiz. Уже 2-3 barobar kompaniyangiz ham kengayadi. Yaxshi ishchilar ham sizga kelishni boshlaydi. Agar siz profilingizni yuritmaydigan bo'lsangiz, bu yoqda 10 ta boshqa kompaniya profilini yuritib, zo'r bo'lib ketib, kengayib ketaveradi. Siz bu yoqda nima qilmagan ekanman deb o'tirasiz. Shu tendensiyaga tushib olish kerak. Hozir bitta oqimga tushib olish kerak. Hozir hamma o'sha e'tibor bergan bo'lsanglar, Instagram bo'lsa, Facebook bo'lsa, hamma o'sha kontent qilishni boshlagan. Даже dispatcherlar ham o'zini blogini yuryapti. Nima desa bo'ladi buni? 2012-yildagi suvga o'xshab qolganda, suv chanqasangiz suv ichasiz. Hozir shunaqa hamma kontent, video bo'lib qolgan. Mana shu bekordan bekorga emas. Tezroq siz ham mana shu flowga kirib bitta ko'tarib olsangiz, o'sha dars olib ketasiz. Lekin kontent yurgizish bilan yurgizishda farqi bor. Ya'ni aytyapsiz, ko'p kompaniyalar sizga bitta bolani chaqiryapti-da, qo'liga telefon berib qo'yapti, borib videoga ol deyapti. Ya'ni sifatlimi, sifatsizmi, bu farqi yo'q. Любой tomondan video olib qo'yib tashlashyapti. Randomni yasamanchi bo'lyapti. Randomni bo'lyapti. Bu narsa lekin plusga o'ynamaydi. Minusga o'ynaydi bu narsa. Bekor budjet sleeve degan narsalar bor. Pulni kuydirib qo'yadi. Uning uchun mana boshladingizmi, sababmi professionallar bilan ishlash kerak. Long term keyingi yil nima qanaqa bo'ladi? 2-3 yildan keyin qanaqa bo'ladi? Marketing bilan, mana shu marketing o'zi sizga nimaga kerak? Misol uchun 10 ta trackingiz bormi? 200 taga yo 500 taga olib chiqmoqchisiz 3 yildan keyin, 2 yildan keyin. Marketing nima ish qilib beradi bu yoqda? Bo'ldi, monthly 20 tadan 30 tadan driver hiring uchun lead qilib beradi. Bu yoqdan rekruterlarni hire qilib ishga olish kerak bo'ladi. O'sha narsani birinchi aniq qolish kerak. 2 yillik plan bilan long term brand awareness plani qo'yib oldinga o'sha planga qarab borish kerak bo'ladi. Endi buning sababi odamlarning attentionini o'sha diqqat e'tibori qisqargan. Shuning uchun kачественный kontent bo'lmasa, по-любому ko'rishmaydi. Shuning uchun shunaqa. No, lekin o'zlari yurishsa ham, okey, lekin sifatli bo'lmasa, uni borib minusga o'ynaydi. Undan ko'ra sifatli qilib, okey, $200 raznica qilyaptimi? Baribir sifatli qilgani baribir yaxshi. Чтобы keyinchalik muammo chiqmasligi uchun, чтобы brendga putur etmasligi uchun. Shunaqa deb o'ylayman. Chunki long termga qarasangiz, hech kim men kontent olish uchun menimcha tejab qolibdi demaydi. Men kontent zo'r bo'libdi, menga yoqdi deydi. Bo'ldi. Zo'r edi yomon, boshqachasi bo'lishi mumkin emas. Oxirgi payt biz уже servislar bilan ishlab ko'rdik. Уже hozir servis qilmoqchi bo'lsangiz ham, servis bilan ko'tarilmoqchi bo'lsangiz ham, уже sizga brend kerak.
usiz ko'tarish qiyin bo'lib qoldi. Ya'ni deylik hozir sizga deylik sizning kompaniyangiz bor, sizga display service kerak. Siz nima qilasiz? Agar Hotlot'ga hozir menga display service kerak desangiz, sizning ichingizga 35 ta odam yozadi. Men display serviceim bor deydi. Qanaqa servisingiz menga ma'lumot beradi desangiz, sizga bitta varaq tashlab beradi. Bitta rasm tashlab beradi yoki bo'ldi. Menda 3%, yoki menda 4%, senga zo'r qilib beraman. Bo'ldi. Hammasida bir xil offer. Lekin ichidan ajralib turish uchun sizga brend kerak. Yana bu yerda hozir servis bilan kompaniyani, ya'ni o'sha kompaniyani ishonchini oqlash. Ya'ni siz kompaniya bilan servis hozir pastda bir xil bo'lyapti. Ya'ni sizga klient kerakmi, driver kerakmi, sizda brend bo'lishi kerak. Ya'ni sizni klient olishingiz uchun yoki driver olish uchun. Ya'ni 35 ta display servis sizni ichingizga yozsa, siz uning ichidan qaysi birini tanlaysiz? O'zingizga yoqqan, ishonganingizni, ya'ni uni chek qilganingizni, to'g'rimi? Ya'ni duch kelgan odam bilan ishlab keta olmaysiz. Agar siz Instagramda o'sha siz brendingiz bo'lsa, deylik, display servis olaylik. Siz promot qilyapsiz, qancha gross qilib beryapsiz driverlarga, qaysi kompaniyaga, nechta driverga qarab qanaqa gross qilib berdingiz. Misol uchun ulardan testimonial oldingiz. Deylik, siz bilan ishlagan kompaniyaning owneri chiqib videoga aytayapti-da, men shu kompaniya bilan ishladim. Misol uchun 3 oy davomida ishladim, menga yaxshi grosslar qilib berishdi, men certifiedman. Shu narsalarni upload qilib borib, ko'rsatib, уже display servislardan ko'tarishyapti oxirgi payt. Biz ham oxirgi payt display servis bilan ishlab, yaxshi rezultat qilib berdik bitta servisga. ELD boshladim, misol uchun. ELD servislar ham polni social mediada hozir. Undan tashqari safety, accounting, hozir bu bo'yicha gaplashamiz aka. Safety accounting bo'yicha shunaqa, ya'ni siz hozir nimadir brendingiz, ya'ni nimadir servisingiz bormi, kompaniyangiz bormi, birinchi o'rinda siz brend qurishingiz kerak. Shtobi qolganlardan ajralib turishingiz uchun. Mana ko'p narsa turgan bo'lsa, baribir yaltirab turgan narsaga borasiz. Deylik, misol uchun 40 ta qo'y turgan bo'lsa, ichidan bitta oq bo'lsa, baribir u o'ziga tortadi. Ichidan ajralib bitta bo'lib chiqishingiz kerak. Shunday bo'layman. Chunki tracking kompaniyalar ham ko'p, servislar ham ko'p. Misol uchun har odam dispetcher bo'lib ishlasa 2-3 yil, men servis ochaman deb chiqadi. Keyin kompaniya ham 2-3 yil ishlasa, men servis ochaman chiqadi. Chunki o'zini biznes qilgisi keladi. O'shaning uchun hozir servislar ham ko'p. Qo'shilib kompaniyalar ham o'shaning uchun ajralib turish uchun polibom ham kerak bo'ladi. Da. Keyin maslahatim hozirgi paytda O'zbekistonda hamma sohada o'zini shaxsiy brendini quryapti. Doktor sohasi bo'ladimi yoki magazinchi bo'ladimi, hammaning hozir shaxsiy brendi bor. Tendensiya ketyapti-da. Lekin bitta narsa qaradim, hozir trackingda shaxsiy brend qurgan odamlar kam. Ya'ni logist bo'ladimi? Okey, 2-3 ta odamlar bor. 2-3 ta odamlar bor, lekin Shohro akani bilaman, Shohro aka, Jamshid aka, Jamshid CPA. Ya'ni sanoqli odamlar shaxsiy brendi bor. Meni maslahatim, siz top bo'lmoqchimisiz o'zingiz sohangizda, birinchi o'rinda hozir o'zingiz shaxsiy brendingizni qurishingiz kerak. Oddiy updater bo'lasizmi? Bo'ldi, video qiling, content qiling. Oddiy dispetchermisiz? Bo'ldi, content qiling, menejermisiz? Farqi yo'q. O'zingiz brendingizni qiling, o'zingiz shaxsiy brendingizni Instagram, Facebookda prosta promot qilib boring. Ya'ni daily nima qilyapsiz? Ulashing. Yo, qanaqadir valuable info bering, qanaqadir qiziqarli contentlar bering. Misol daily nima qilyapsiz? Kompaniyani manage qilyapsizmi? O'shansani misol uchun content qilib chiqing. Yoki bir kunlik vlogingiz misol uchun nima qilyapsiz bir kunda? O'shansani uchun odamlarga qiziq, logistlar hayoti. Lekin hozir sanoqli odamlar, men hayronman, nimaga odamlar shaxsiy brendini hali ham boshlamadi logistikada. UZB Dispatch degan profil trendda chiqib ketdi menimcha. Ancha postlari rosa reykda chiqyapti. Shular zo'ra boryapti. Mana shunaqa kontentlarga kerak bo'lsa olish, mana Ibrohim, Mike biz mana yordam berishimiz mumkin. Shunaqa. Bemalol chiqsanglar, o'zimiz maslahat beramiz. Yo'nalish ko'rsatamiz. Shaxsiy brend bo'ladimi, shu marketing bo'ladi, SMM bo'ladimi? Mana bu yoq Mike, SMS marketing, shu email marketing, hozir to'xtalamiz shunga ko'proq. O'sha bo'yicha misol uchun yordam bera olamiz. Shunaqa. Keling o'sha bo'yicha gaplashaylik. SMS marketing menga qiziq juda ham. SMS marketing va email marketing. Qanaqa ishlaydi bu narsa? Bo'ldi, masalan, men ko'p ko'rganman. Siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, ko'p kompaniyalarda yig'ilib qolgan lidlar bor-da. Juda. Database misol uchun 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta lid bo'ladi. Ular qolib ketgan. Oldin olingan, sotib olingan, boshqa qilingan, kontakt infolar qolib ketgan bo'ladi. Ko'pchilik ularni ignor qiladi. Yo, bular o'sha eski, menga kerak emas. Bular o'sha driverlar menga qiziqmaydi. Boshqa kompaniya ishlayapti, boshqa yo'q bahona qiladi. To'g'ri. Lekin men qarab chiqdim. Meni o'zim o'rtog'im rekruter ishlaydi, driver rekruter ishlaydi. 200 ta cold lead berdim.
Aha. 200 cold leaddan SMS marketing qildinglar shunga, to'g'rimi? SMS marketing, SMS marketingni shu 200 tadan примерно 20 tasini hot qilib beradi. Mana o'sha SMS marketing avtomatlashtirilgan bo'ladi. Ya'ni ularga qaysi kunda, aniq soatda avtomatik tarzda SMS boradi. Follow hammasi avtomatlashtirilgan bo'ladi. Driver har hafta shunaqa boradi. Follow boshqa hammasi boradi, avtomatik boradi. Misol uchun loadlar, lanelar bor deb maqtaysiz kompaniyani. 200 ta cold leaddan biz o'rtacha 24 ta hot lead yasadik. Ya'ni просто 24 ta hot lead bo'ldi. O'zi qiziqib, men senga ishlayman deb kelyapti. O'sha 24 tani kontaktini men 200 tani bermadim, chunki vaqt ketadi. Mana o'sha SMS marketing qilib 24 ta cold hot qildik. O'sha 24 tani berdim, 24 tani 7 tasini ishga oldim. Yani qolganidan requirement to'g'ri yoshi katta, boshqa yo'q bo'ladi. Polygonni men o'ylayman 200 ta cold leaddan, ikki eski leadlardan 1-2-3 yil oldingi leadlardan 7 ta har qilish bu katta rezultat deb o'ylayman. Chunki conversion rate hisoblasa 3.5% bo'ladi-da. Hozir masalan, любой bitta agencyga borib ishlasangiz, ular targetdan lead olib bersa, hot lead bo'lsa ham 3.5% qila olmaydi ko'pchilik. Shunaqa 1.5-2%. Ya'ni hot lead o'zidan 1.5-2% qiladi. Bu yerda save ham qilib qoladi. Ya'ni agar siz 200 ta lead oladigan bo'lsangiz, sizga 200 ta 300 ta leadingiz bor, hot lead kelib turyapti, sizga kamida 2 ta 3 ta rekruter kerak. Ya'ni ularda oliylar bor. Уже siz SMS, email marketing ishlatadigan bo'lsangiz, уже sizga xodim kerak emas. Bitta rekruter qo'yib qo'yasiz, to'g'rimi? Bitta rekruter qo'yib qo'yasiz. Yetadi. Ya'ni уже bu yerga automation bo'lib ketadi. Полный hamma leadlar bilan AI qiladi ishini, to'g'rimi? И plus bitta rekruter qo'yib qo'yasiz, чтобы cold leadlarni hotga aylantirgandan keyin o'sha hotlar bilan gaplashib, kompaniya olib kirish kerak bo'ladi. Ya'ni siz 7-8 rekruterga $700-800 bilan to'lamaysiz-da. Bitta rekruterga o'rtacha olib bersangiz, qolgani sizga profitga tushyapti. Ham kompaniyaga save bo'lyapti, ham umuman hot yoqmayapti-da, faqat cold leadlar bilan ishlayapti-da, rezultat qilyapti. Ya'ni kompaniya o'syapti. Zo'r. Lekin agar siz hozir bitta marketing qiladigan bo'lsangiz, o'zingizni brendingizni quradigan bo'lsangiz, ham hot leadslar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, ham cold leadlarni hotga aylantiradigan bo'lsangiz, sizning kompaniyangiz o'sha skyrocket bo'lib ketadi menimcha. Maksimal tez rivojlanadi agar offeringiz ham normal bo'lsa. Mana endi shunga yarasha dispatch power ham qilib berish kerak. Agar dispatch power bo'lmaydigan bo'lsa, hozir bo'lmaydi. Kompaniya fail bo'ladi. Misol uchun per 5 ta, misol uchun monthly 30 ta, 50 ta hire bo'layotgan kompaniyalar ham bor, lekin ular 1 yildan beri 150 ta, 200 ta bo'lib turibdi, lekin oyiga 30 ta, 50 ta hire bo'lyapti. Bu degani ular 1 yilda ya'ni 300 ta qo'shilishi kerak bu. Misol uchun o'sha 500 ta bo'lib ketishi kerak edi. Lekin hali ham bitta joyda stak qolgan, lekin monthly chunki nima 30 ta driver keladi, 30 tasi ketadi. 30 ta keladi, 30 ta ketadi. Bu degani dispatch lack of dispatch power bo'lishi mumkin yoki because of a lot of deductions. Deduction like expenselar ko'pligidan bo'lishi mumkin. Bonuslar yo'lga qo'yilmaganligidan bo'lishi mumkin. Misol uchun rekruterlar 30 ta 50 ta driver olib kelyapti. Lekin dispatch hire qilinmayapti. Lekin kompaniya rekruterlarga ham olib to'layapti, dispatcherga ham olib to'layapti. Yo'q, mana logically noto'g'ri-da. Bu yerda rekruterlar 30 ta 50 ta driver olib kelib turibdi. Bu yerda office staff HR o'shanga yarasha dispatch ham hire qilish kerak-da. Misol uchun 50 ta driver olib keldi, recruiting team. O'sha dispatcherlar 10 ta dispatcher olib kelish kerak. Yangi. 10 ta kompyuter setup qo'yilishi kerak, 10 ta stol qo'yilishi kerak. O'shanda o'sadi. Bu yerda 30 ta 50 ta driver olib kelinyapti, lekin o'sha dispatcherlar, yangi dispatch hire qilinishi, boshqasi. Ya'ni bitta dispatcher bo'lishi kerak. Bitta dispatcher 3 ta driverga qarayotgan bo'lsa, yoniga yana 5 ta qo'shib qo'yapti-da, uni fokusi kamayapti, ya'ni bo'linib ketib qolyapti. Bu по-любому driverda grossiga, performansiga ta'sir qiladi. Hozirgi marketda ya'ni 4 ta 5 taga zo'r bemalol o'rtacha qaraydi. Ya'ni 8 ta 10 ta driver bo'lgandan keyin u yarim driver dispatcherlar по-любому ketadi. Shuning uchun shu xatolar ko'p. Shularni qarab, analiz qilib, dispatch hiring uchun ham marketing zo'r tool. Shunaqa. Mana oxirgi payt o'sha hiring not only driver. Yes. Ya'ni marketing bilan faqat driver yoki carer, MC topish emas, faqat bitta shu narsa bilan cheklanib qolmaydi marketing. Xodimlarda ham biz
marketing bilan topamiz. Ya'ni shunaqa bilsangiz ko'p kanallar bor logistikada xodim topish uchun. Ya'ni sizning kompaniyangizga dispatcher kerak yoki updater kerak, kanalga post qilasiz. We are hiring dispatchers, we are hiring updaters deb post qilasiz. Lekin bu narsaning boshqa usuli bor, ya'ni effektivroq usul bor. Target orqali topasiz. Ya'ni kreativ tayyorlanadi. We are hiring dispatchers. Requirementlar yoziladi. Toshkentda shunaqa salary beramiz. Bu o'sha narsa Toshkent auditoriyasiga biz polni reklama yoqamiz. Qiziqqan dispatcherlar yoki updaterlar o'zining informatsiyasini qoldiradi. Biz ulardan so'raymiz. Full name, phone number, oxirgi 3 ta ishlagan kompaniya deymiz. Qaysi brokerlar bilan ishlab olishi? Misol uchun oxirgi 3 ta ishlagan kompaniya deb so'raymiz nimaga? Bu narsa muhim. Ularga chiqamizda feedback so'raymiz dispatcherlar. Ya'ni bu dispatcher sana ishlab ketganiga qanaqa ishlagan? Punktualmi? Amalni qancha gross qilib bergan? Nima ishi bo'lgan? Nimaga ketgan? Shu narsani so'raydi misol uchun kompaniya. O'sha emaillarni, phone numberni olamiz. Keyin ularga reach out qilib shunaqa application to'lagan ekansiz, va intervyuga keling. Ya'ni biz target yoqqandan keyin 100 ta, 200 ta applicant olamiz dispatcherlarda. Ularni filtratsiya qilib, uning ichidan top 10 ta, top 20 tasini filtr qilib, ularni analiz qilamiz. O'sha 10 ta topni ichidan 2 ta, 3 ta, ya'ni toplarni olinadi. Ya'ni bu sizga yordam beradi, чтобы sizni lichkangizga kanaldan yozgan odamlar ichidan filtratsiya emas, o'zingizga top dispatcherlar ichidan filtratsiya bo'ladi. Shunaqa vaqtingizni yutasiz-da. Mana shu narsani hozir ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, Instagramda o'tirganda ko'p chiqadi. We are hiring dispatchers, we are hiring updaters, we are hiring safety specialists. Bu narsa hozir top, ya'ni aktual bo'lib qolgan. Chunki bu ishlayotgan metod. Yaxshiroq, ya'ni sizga long term yaxshi xodim topib beradi. Ya'ni 2 oy ishlab ketib qolib, 1 oy ishlab ketib qolib, tipa loyal emas odamlardan bemalol sizni reject qilishga yordam beradi bu narsa. Shunaqa. Bu narsani qilganmiz ham. 1 oy ichida polni kerakli dispatch, update, safety hammasini topib, 1 oy ichida full setup qilib berganmiz. Oxirgi qancha o'tgan yil bo'lganda. O'tgan yil bo'lgan. Ular bitta kompaniya chiqqan, 45 ta traki bordi boshida. Ularda traklari dispatch service edi. Bizga chiqishgan marketing qilish kerak degan. Okey. Ofising bormi degan. Yo'q, ofisim yo'q. Okey, birinchi bo'lib ofis qilamiz. 45 ta o'sha trakini polni olib in-house qilib berishimiz kerak bo'lgan. Qilib beramiz deganmiz. Keyin nima qilamiz? Toshkentga polni reklama yoqamiz. We are hiring dispatchers, updaters, safety, accounting, recruiting. Hamma xodimni 2 haftaning ichida polni intervyu qilib, daily intervyu bo'lgan. Intervyu qilib o'sha 45 ta traktni, ya'ni power'ini bizda bemalol handle qilib beradigan kadrlarni ofisga qo'yganmiz. Ya'ni bu narsa bu oddiy narsa emas. Ya'ni kerak bo'lsa qanaqadir kompaniyani bunga kerak bo'lsa yillab vaqtini ajratadi, чтобы kompaniyasi in-house qilish uchun. Lekin maksimum ba'zilar umrbod in-house qila olmaydi. Fan servisda cho'loqlanib 10 ta bilan 5 ta bilan surarib yuraveradi. Shunday kompaniyalar bor, oddiy dispatch departamentini in-house qila olmaydi. Shunday kompaniyalar bor, recruiting departamentini anaqa in-house qila olmaydi. Lekin maksimum bu oddiy. Sizga lider tushadi, intervyu qilasiz, kompaniya olib kelib, siz Qichqiriq departamenti. Yangi nom topdik. Podkast yangi dispatchlar kerak. 4% dan 3% dan beraman deb bitta qichqirinadi. Hamma dispatchlar yugurib keladi o'sha joyga. Eng zo'rlari keladi. Ya'ni uni ichidan siz tanlab olasiz, ya'ni kompaniya owner tanlab oladi. Ular tanlamaydi. Lider hammasi kelgandan keyin bir kunda hal qilsa bo'ladi. Eng zo'rini tanlab, misol uchun. Ularni intervyuga chaqirib, ofisga chaqirib, gaplashib, nima, nima qilmoqchisan, qanaqa ishlar qilyapsan, ko'cha bilan ishlaysanmi, Amazon bilan ishlaysanmi, qayerda tajribang bor, qaysi kompaniyada ishlagansan, savollar qilib, intervyu qilib, kompaniyaga bemalol bo'lsa bo'ladi bu narsa. Endi hozir mana yangiliklar chiqyapti. AI dispatch, AI recruiter, boshqa bo'yicha Mike, siz yaxshi tushunasiz, digital tomonni AI lar bo'yicha ko'p ishlaysiz. Nima deb o'ylaysiz? Shu AI replace qila oladimi dispatchni? Misol uchun updaterda misol uchun safetylarni. Men o'ylayman, чтобы o'z aytganingizdek, AI baribir emotsiya yo'q, lekin ba'zi bir ishlar bor, ularda emotsiya kerak emas. Masalan, update oladigan bo'lsak, bu narsa haqida shoxlagingiz ham gapirgan adashmasam, o'sha AI boss olish haqida. O'sha update oladigan bo'lsak, uning ishi aniq-da. Misol uchun bitta load bor, uni просто так aytib turish kerak. Qanaqa bo'pti, update bormi yo'q. Bu aniq ishda, ya'ni matematikaga o'xshagan narsa. Matematikaga o'xshagan narsa bo'lsa, bu ish bu narsani AI qila oladi. 100% qila oladi. Lekin dispatcherni o'ylab ko'rsak bo'ladi, lekin update'ni 100% egallay oladi o'rnini. Chunki ishi 100% aniq. Recruiting-chi, misol uchun telefon qilib turib, AI gapiradi. Hello, sen shunaqa qilgan ekansan, davay, sen biz bilan ishlamoqchi bo'lsang, shuni bos, tipa AI robot
driverni kompaniyaga olib kiradi. Bu qanaqa? Statistika analizlarini bilaman. O'shanga qarab asoslangan holda gapiramiz. Ikkita odamni bilaman. Ikkitasi ham o'sha AI sales kollarni qiladigan o'sha AI bot yaratgan. Lekin statistikaga bo'yicha qarasak, conversion rate bo'yicha qarasak, professional rekruter bilan o'sha robot gaplashganini hisoblasak, professional rekruter 100 talikdan 7-8 tadan farq qila olgan. AI olgan bo'lsa, ikkita farq qilgan. Ya'ni bu baribir emotsiya kerak. Ya'ni salesda har doim emotsiya kerak, chunki emotion sales degan narsa bor-da. O'shaning uchun rekruterlarni menimcha conversion maksimum qilmoqchi bo'lsangiz, baribir hozircha professional rekruter ishlatgan yaxshiroq. Chunki baribir AI ni inson yaratgan, to'g'rimi? Shunaqa. Endi insonni yaratgan narsasi insondan zo'r bo'lib keta olmaydi-yu. Baribir insonda miya bor, berilgan Alloh tomonidan berilgan hamma ne'matimiz bor. Shunaqa. Endi bu inson yaratgan narsa insondan ustun bo'la olmaydi deb o'ylayman. 100% replace qila olmaydi kerak AI. Shunaqa. Endi bilib bo'lmaydi. Futureda bizni nimalar 10-15 yilda bila olmaymiz, lekin yaqin futureda egalla olmaydi, lekin update'lar egalla oladi, chunki ishi aniq. Ishi aniq bo'lsa egalla oladi. Men ko'ryapman. Misol uchun, ko'proq miya ishlarini talab qiladigan, ana logically tomonidan talab qilinadigan baribir inson powerga bog'liq bo'lib qoladi. Oxirgi payt menga ko'p nimalar chiqdi. Startaplar chiqdi, AI'lar, mana extensionlar. Bu ishdan hammasi. Yo'q, endi nimadir foyda bor ularda ham. Masalan, ish dispetcherlar ishini oson qilib beradigan extensionlar, startaplarning marketingi. Ya'ni bilsangiz loadboardda siz bu qilmoqchi bo'lsangiz, sразу emailga jo'natadigan extensionlar, o'sha update'larni replace qiladigan extensionlar chiqdi. O'sha narsalar sekin-sekin chiqyapti bu narsalar. Lekin ko'pchilik bilgani yo'q bu narsa haqida, chunki ular startap. Hozir ishlanyapti ustida. Bitta bo'lib chiqadi bozorga, keyin uni try qilib, ko'rsak bo'ladi. Qanaqa bo'ladi, replace qilyaptimi, qila olmayaptimi, statistikasi qanaqa bo'lyapti, misol uchun. Siz aytgan hozir statistika aytdingiz-ku, u boshqa sohada try qilinganda, lekin logistikada try qilib ko'rish kerak. Chunki logistikada bilsangiz yoshi katta odamlar bo'ladi, 30+ bo'lgan bo'lsa, ular endi qanaqa react qiladi, что sizga robot gapirishini. Deylik, sizga robot telefon qilib, misol uchun AI ni ovozini chiroyli ovoz qilib qo'yib, gaplashtirsa, endi u anovda. Endi rekruter boya gaplashganimizda, agar SMS email marketing yo'lga qo'yilgandan keyin o'sha bittaga rekruter yetib ortadi. Tushuntirganmiz, chunki faqat gaplashilish kerak bo'lgan odam bilan gaplashilsa, ko'p vaqt ketmaydi rekruterlar, o'shaning uchun bitta yetib ortadi. Agar SMS marketing to'g'ri yo'lga qo'yilsa. Shunaqa. Zo'r. Endi xulosa qilsak bo'ladi. Deylik, kompaniya 5 ta traki bor. Qanday qilib ko'taradi? 5 tadan 500 taga ko'tarish kerak. Nima qilsa bo'ladi? Birinchi o'rinda brend qurish kerak. Ya'ni kompaniyani birinchi brending qilish kerak. Ya'ni brending deganda kompaniyaning logosi, ko'rinishlari, deylik, bilsangiz ko'p kompaniyalar trakini yonboshiga chiqartiradi, o'zini logolarini, o'zini bannerlarini, ya'ni polniy kompaniyani brending qilish kerak. Undan keyin qilinadigan ish bu kompaniyani social media platformalari. Ya'ni Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Google veb-saytlari, YouTube'da misol uchun profillari, polniy profillarni ochish kerak bo'ladi. Undan keyingi ish уже promotion. Ya'ni o'zingizni brendingizni shu platformalarda постоянный yoritib borasiz. Ya'ni har doim qichqirib borasiz, что siz kompaniyasiz, siz rostdan har doim kompaniya rostdan ham xayr qilyapsiz. Ya'ni har hafta siz mention qilib turishingiz kerak auditoriyaga, что siz owner operator xayr qilyapsiz, yoki lead driver xayr qilyapsiz, yoki company driver xayr qilyapsiz. Постоянно yurgizib borib, o'zingizni vakantsiyalaringizni постоянно US ga, O'zbekistonga target qilib yoqib turish. Ya'ni owner operator xayr qilyapsizmi? US ga ko'proq target qilib eslatib turishingiz kerak. Tarkin auditoriya uchun. Чтобы sizni kompaniya bilsin, что siz rostdan ham driver xayr qilyapsiz. Dispetcher xayr qilyapsizmi? Kengayapsizmi? Ya'ni O'zbekistonga target yoqib turing. Nimaga? Shu O'zbekiston bilsin, что siz rostdan ham kengayapsiz, что mindset bo'ladi odamda. To'xta, bu faqat dispetcher xayr qilyapti. Menimcha bu katta kompaniya olib ketyapti deydi. Driverlar ko'payapti. Menimcha driver ko'payapti. Qanaqa ko'payapti? Qiziqadi. Dispetcherlar, update'lar. Menga faqat target chiqyapti, misol uchun. Faqat dispetcher xayring deyapti. Menimcha burada bitta gap bor. Bu nimadir qilib kompaniya kattalashyapti deydi. Shu narsani promot qilib turishingiz kerak, чтобы sizni O'zbekistonda, USda brendingiz taniqli bo'lsin, sizni hamma bilsin. Bu bilaman bu kompaniyani, brendi normalniy, bu постоянный dispetcher xayr qiladi, chunki bularning kompaniyasi doim o'sadi, bularda yaxshi menejmenti bor, deydigan mindset bo'lsin. Shunaqa. To'g'ri. Endi marketingdan
oldin qilinadigan ancha ishlar bor. Endi ko'p kompaniyalar Amazonga addicted bo'lib qolgan. Hali ham men kecha eshitdim, shogirdim bilan ko'rishdim, hozir 3 talik kompaniyada ishlayapti, rekruter bo'lib. Kompaniya faqat Amazon qilar ekan. Har 2 oyda Amazon yopilar ekan. Har 2 oyda yangi kompaniya olar ekan. Amazon yopilar ekan, u MC'ni sotib olar ekan boshqasiga, yana boshqa kompaniya olar ekan. Yana boshqa. Ko'cha setup qilmaysizlarmi? Ko'cha street brokerlar bilan ishlamaysizlarmi deb o'zim mana sal to'payroq savol berdim. Chunki har 2 oyda MC sotib olingan bo'lsa, ownership change bo'lgandan keyin u narsa highwayda investigation bo'lib turadi. U highwayda investigation 90 kun 6 oygacha davom etadi. Ulgishmayotganda ko'chalar ishlagani. Bu periodda highway investigation tugaguncha brokerlik chanaga yuk bermaydi-da. O'shaning uchun ham logichni olganda ko'cha bilan shunga ishlamaydi. Endi tezroq setup qilish kerak mana shu narsalarni. Ko'cha bilan ishlash kerak. Faqat Amazon bilan ishlab dependent bo'lib qolish не то narsa. To'g'ri. Marketingdan oldin qilingan ish dedingiz-ku? Marketingdan oldin qilingan ish bu recruiting department setup qilish. Ya'ni siz marketing qo'lladingizda zo'r ketyapti targetlaringiz, lekin rezultatingiz 0 ga teng ham bo'lishi ham mumkin. Qachonki sizda recruiting department bo'lmasa, yoki recruiting department bo'lsa ham ular yaxshi ishlamasa, ya'ni ularda sales skill yaxshi bo'lmasligi mumkin, angliyskisi pur bo'lishi mumkin, rekrutingiz kam bo'lishi mumkin. Shunaqa hollarda marketing sizga ish bermaydi. Agar lekin recruiting department zo'r bo'lsa, 3 ta bolani qo'yib qo'ygansizda, ularda sales skilllari zo'r, angliyskilari C1, C2 bo'lib yotibdi. Bemalol xarid qila oladi, o'ziga confident. Agar bunaqa bo'ladi qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, siz marketing bilan ikkalasini kollaboratsiya qiladigan bo'lsangiz, уже sizni kompaniyangiz uchadi prям. Mana Sardor aka, sizga savol-da, mana 5-6 yildan beri logistikada hamma sohada ishlab ko'rgansiz. 3 yil rekruter bo'lib ishlaganingizni, o'sha 900 ta mingta driver haqi qilganingizdan keyin qanchadir shogirdlaringiz bor-da. Hozir ham masalan qaysi bir kompaniya sizdan request qilsa, menga mana bunaqa rekruting teamni setup qilib bersa, shularga yordam berasizmi? Da yordam bera olamiz. Yaqinda o'zi nima Alif degan kompaniya bor. Bu yerda shogirdim o'zi tayyorlab qo'yib berdim. Yaqinda ikkinchi MC'si ham ochildi. Hozir 40 tacha trak o'tkazishdi. Yaqin shu Tyler degan MC'ga full recruiting team qilib berdim. Shu 10 tagacha yaqin rekruterlarni o'qitib o'rgatib tayyorlab, train qilib tayyorladim. Sal ko'proq o'ylagandan ko'ra sal ko'proq vaqt oldi. Chunki endi u kompaniyani o'zini private siri, ya'ni aytmay qo'yiraman. Shu ba'zi qanaqadir muammolar kompaniyada hiring criteria, o'zini sistemasi sal muammo bo'lgani uchun sal ko'proq vaqt oldi. Lekin mana shu in-house qilib berdik Alifga. Endi hamma kompaniya katta endi ko'pchilik biladigan keyingi kompaniya bor, Sayram. Menimcha hamma eshitgan, shu 200-300 ta traki bor kompaniya. Ancha avval prime time'da hozir misol uchun 1000 ta logistik kompaniya bo'lib ketgan bo'lsa, top 10 talik kompaniyalardan biri edi. Oldin bir 5-6 yil avval. Hop, ular bilan hozir переговорlar ketyapti, Sayram bilan. Agar dealimiz o'xshasa, ularga ham in-house komanda berish bo'yicha ishni boshlaymiz. Agar boshqa kompaniyalar ham in-house recruiting team kerak, o'zimga rekruter tayyorlab bering deb iltimos qiladigan chiqadigan bo'lsa, shu servisimiz bor. Agar soqqasini berilsa, любой narsa qilib beramiz. Shunga any department setup bera olamiz. Any department setup bera olamiz. Marketing bo'ladimi, recruiting bo'ladimi, safety. Mana hozir marketing haqida gaplashdik. Menda bitta ko'pchilik savol beradi. O'zim hayron qolganman. Logistikada, misol uchun tracking kompaniyalar, misol uchun in-house safety accounting qilishmaydi ko'pchiligi. Endi hammasi emas, ko'pchiligi ko'proq o'sha professional, ko'proq servis tomoniga qarashadi. Shuni men
Sizdan so'ramoqchi edim, Sardor aka, shuni haqida batafsil tushuntirib bersangiz auditoriyaga. Xo'p. Endi hamma kompaniyaning biznes modeli har xil. Ba'zi kichkina kompaniyalarga servis bilan ishlab qo'ygani qulay. Ba'zi odamlar ownerlarning personalitesi bor, ko'pchilik bilan ishlay olmaydi. To'g'risi ko'pchilik bo'lishi boshqasi yoqmaydi. O'shanga servisga berib qo'yadi. Shu ofisda kamroq odam bo'lsin, kamroq bosh og'riq bo'lsin deydi. Qism bosh og'riq bo'lsa, uni oyligini berib, boshqasini berib, uni ketkizib, uni o'qitib, o'rgatib o'tirmayman dedi. Короче, biladiganiga mana, короче, bera olaman deydi. Bu absolutno to'g'ri narsa, u ham bu ham qilishi mumkin bo'lgan narsa. Endi lekin katta gigant kompaniya bo'lib ketaman deydigan odamlar bo'lsa, kompaniyamni 100 ta, 200 ta, 1000 ta, 500 ta trak qilaman deydigan odam bo'lsa, по-любому in-house qilish kerak. To'g'ri. Qachondir boshidan o'zi qachondir in-house qilish kerak bo'ladi. Chunki o'sha kompaniya kengaygan sari kompaniyani qiladigan ishlari ko'payadi. U qiladigan ishlarni outsource team capacity cover qilmay qolishi mumkin. Chunki bu yerda outsource team ishini qilib berish mumkin, lekin bu yerda biznesmenlik qobiliyatlari bo'lishi kerak. Kerakli komandani hire qilib o'sha capacity uchun kompyuter setuplar uchun investmenti bo'lmaydi outsource'da kamroq pullarga. Kompyuter setuplar, stul, ofisini kengaytirish kerak. Unga investment kerak, unga qo'l yetmasligi mumkin. Outsource tinchgina foizini bering. In-house qilgan yaxshi. Agarda kengayib qattar ketmoqchi bo'lsa. Ko'pchilik servis bilan ishlash sababi logistikani tushunmaydi ko'pchiligi. Keng sababi chunki ko'pchilik ownerlar o'zi driver bo'lgan, yo'q qaysidir boshqa sohada ishlagan, keyin logistikaga kirgan. Faqat trak haydash tushunadi, lekin bu yoqdagi safety joyini, accounting, in detail narsalarni, dispatch brokerlarni gaplash, negotiate qilib yuk olishni, safety scorelarni, tiketlar bilan fight qilib, lawyerlar topib, ular bilan ishlashni tushunmasligi sababli ham servisdan ishlatadi. Bu o'sha lack of knowledgedan kelib chiqsa bo'ladi. Normal holat. Normal holat, servis ishlatish normal holat. Endi umumiy yana ba'zi servis ishlatish sababi O'zbekiston, endi umumiy o'zbeklar nimaga asosan servis ishlatish sababi, chunki O'zbekistonga yo o'zbeklar endi tracking ta'mini endi tushunishni boshladi. Bu degani kadrlar ham endi rivojlanib experience olishni boshladi. Bu kadrlar kamligi sababi ham bu yoqda 2017-yil, 2015-yil shu logistikada o'qib o'rganib ishlab, hozirgi kunda o'zini komandasini qilib, zo'r servis ko'rsatgan odamlarni taniyman. Ular pulni marketda egallab, servis ko'rsatishadi. Misol uchun ba'zi kompaniyalar yaxshi kadr ishchi topa olmagani uchun ham servisga bog'lanishga majbur bo'ladi. Servisga berib qo'yadi kompaniyasiga ishonib. Hali bizni holatda ham xuddi shunaqa. Hozir marketda kuchli marketing kadrlar kam. Juda ham kam. Borlari ham bizning shogirdlar. Ular ham yaqinda chiqqan shogird bolalar. O'sha 1 oy 2 oy avval o'rganib, qilib chiqib ketgan, bo'ldi shunaqa qilaman deb ketgan bolalar kam. O'shaning uchun ham o'sha kompaniyalar majbur. Misol uchun bizdan boshqa qanaqadir ishchi o'sha grafik dizayningni, video editingni, mobilografing, targetingni, SMM managerlik, mana shu hamma narsani bitta odam bilishi fiziki kuchi yetmaydi. Bu kuchi yetmagandan keyin по-любому tim qilish kerak edi bu ishda. Tim butun timni 5-10 ta odamli timni kompaniya ishga olishi kuchi yetmaydi. Shuning uchun ham servis olib qolinishga the best option bo'lib qoladi. Shu situatsiyalar. Shu normal holat. Servis bo'lish sabablari bor. Tushunarli. Menimcha ancha narsa gaplashdik, foydali, marketing tomonlama, qanaqa qilib kompaniyani ko'tarsak bo'ladi, o'sha narsalar bo'yicha gaplashdik.
Rahmat katta. Bo'ldi, hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Rahmat hammaga. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentda fikringizni qoldiringlar. И kanalga obuna Nimadir kamchiliklar bo'lsa, kamchiliklarimiz bo'lsa, baribir hamma inson katta adashgan joylar bo'lishi mumkin yoki noto'g'ri gapirib qo'ygan joylar bo'lishi mumkin. O'shani aytib qo'yib, uzr so'rab qolamiz. Oldindan uzr. Oldindan uzr so'rab qolamiz. Keyingi podkastimiz, keyingi kontentimiz nima temada bo'lishini xohlagan bo'lardinglar? Shular bo'yicha aytsanglar. O'sha bo'yicha gapiramiz. Kimni chaqiraylik podkastga keyin? O'shani yozib qo'ysanglar. O'sha bo'yicha ham o'ylab ko'ramiz. Rahmat. Rahmat, charchamang.